Qırğızistan prezidenti Şərq Türkistan мәселесінде Xitayны қолдайдығанлығын ta'kidledi. Afsuski bununğa oxşaş xəbərlər çıxan vaxtda əminətdə Qırğızstanla emas bütün O'rta Asiyadakı bizga qarindosh bo'lgan, bizga ham chigirdosh bo'lgan bu davlatlarning acizligi tufayli bizning masalamizga yillardan buyon mustaqil bo'lgandan buyon hozirgacha nurg'un xalqimiz u yerda yashayotgan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkiston masalasi davomli Xitoyninki tarafida turayotganligi insonni echindirdi. Har xil bu haqda albatta analizlar, suhbatlar o'rinlashtirildi hozirgacha. Lekin bu qatim bu nihoyat afsuslanarli bir ish. Qirg'iziston prezidentininki bu qatim so'zlagan ifodaları insonni haqiqatan g'azablantiradigan, har qanday bir Uyg'ur o'qisa, hatto Qirg'iz xalqi o'qisa-mu, achchig'i kelishi mumkin. Bu ifodalarni Xitoyning qo'rchoq amaldorlarininki og'zidan chiqayotgan ifodadan eshib ketgan darajada hamda. Bu qatim Japarov 5 fevral Xi Jinping bilan o'tkazgan suhbatda, Xitoyda ziyorat bo'lgan vaqtida bu Sharq Turkiston masalasida Xitoy tarafida turadiganligini bildirdi. Yani sözüde Qırğızistan Şinjan'a alaqadar, Hong Kong'a alaqadar meselelerde Xitoyni qat'iy qo'llaydi degan iborani ishlatdi. Kundalik xabarlarimiz albatta tafsiliy ba'doq ijtimoiy fikr vositalarida buni aytdim. Ayıplangan bir söz bu albatta. Tangritog' to'g'ri Xitoyniki buni albatta bunday ziyoratlarni bo'libmi, bunday so'zlar har qanday birisining og'zidan chiqsa, Xitoy tashviqoti sayrab ketadi bilasizlar. To'xtamay bunday so'zlarni bas-basda beradi hamda. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovninki Xitoy raisi Xi Jinping bilan suhbat o'tkazish jarayonida vatanimizdagi Sharq Turkistondagi Xitoyninki bizning millatimizdan bo'lgan Uyg'ur qo'rchoq amaldorlardan farqlanmaydigan iboralarni ishlatganligi albatta ulug'liq qo'zg'agan, ayıplangan bir masala. O oldi bilan Xitoy 100 yillik kurash nishonini ishga oshirish musofasida shonliq muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, har qaysi davlatlarning taraqqiyot natijalaridan tang bahramon qildi. Junxo munavvar an'anaviy madaniyatini rivojlantirib, dunyoga ulgu tiklab berdi. Aslında bu sözünü qilishdan biroz numus qilish kerakda hamda. Sizning Qirg'iziston, Qozog'iston bu atrofdagi xalqning o'zimi, bu davlatlarda yashayotgan xalq, bizning bu qarindoshlarimiz Xitoydan to'yib, yo'ib ketgan. Qaysi taraqqiyotni tang bahramon bo'ldi? Taraqqiyotlardan tang bahramon qildi. Xitoyning bu davlatlarda qanday beshamlik qilayotganligi, bu davlatlarning iqtisodini, tijoratchilarini qanday asta-asta vayron qilayotganligini xuddi dunyo bilmaydigandek. Qarab qo'yaylik. Arqadan yana Qirg'iziston Tayvan masalasi va Şinjan'a alaqadar, Hong Kong'a alaqadar masalalarda Xitoy tarafini qat'iy qo'llaydi degan iborani ishlatdi. Suhbatdan keyin Xi Jinping bilan Japarov Xitoy bilan Qirg'izistonning yangi davrdagi umumyuzlik strategik hamrohlik munosabatini cho'nqurlashtirish to'g'risidagi qo'shma bayonotini o'rtaq imzolagan bu qatim. Albatta, yuqorida deb o'tganimdek, mush yaqin yillardan buyon O'rta Osiyodagi, ya'ni bu cumhuriyetlerdeki bütün rehberlerinin hammasidagidek Xitoyning har tarafdan bo'g'ishida Xitoyning ta'siriga intayin ig'ir uchirganlik sababli ham qarz masalasi bo'lganlik uchun Xitoyga bog'lanib qolganlik uchun hammasi mana shunday insonni ichindiradigan so'zlarni ko'plab tilga olyotdi. Bu yerdagi yashayotgan xalqimiz ham boshqa davlatlarga o'xshash erkin Xitoy bilan munosabat nihoyatda Xitoy allaburun bularning ovozini har qanday biz haqida, yani biz to'g'riliq har qanday gap chiqarish yo'llarining hammasini aytib o'tganligi uchun bu yerda millionlagan xalqimiz yashagan bo'lsa-mu, boshqa Turkiya va boshqa g'arb davlatlariga o'xshash erkin bir faoliyatni qilolmaydigan darajada hamda. Albatta hammamiz buni bilamiz, echinishli bir masala.